Songa qaytaman va hozir narsalarimni yig'ayotganimda sizlarga ko'rsatgim keldi qizlar. Kosmetika olayotganingizda shopda albatta mana bunaqa kichkina probniklarni so'ranglar. Bular sizlar uchganingizda juda ham katta yordamchi bo'ladi. Birinchidan juda ham kichik joy egallaydi. Qarang, men tonalniyni o'rniga mana bunaqa BB kremlarni, tonalnilarni, probniklarni olib ketaman. Maskamni ham ko'ryapsizlar, mana bunaqa kichkina size. Buni ham podarkaga berishgan. Lekin uchgan paytingizda juda ham ko'p teringlar charchaydi, o'zingizdan ham ko'ra ko'proq. Tiklash kerak. Mana bu kremim travel size. Endi buni sotib olganman. Bu ham travel size. Mana kremlarim hammasi travel size. Talgo bu frantsuzskiy brend, bu ham juda ham zo'r namlantiradi. Salfetka olganman. Makeup removerlar, mitsilarkalar yoki gidrofil yog'lar olmaganman-da, uchtasi bitta mana bunaqa makeup remover olganman. Masalan, bu ham sayohatlar uchun, yo'l uchun juda ham yaxshi yechim. Xullas qizlar, albatta probnik olinglar, buni sizlarga bepul beradi. Sephora'da ham beradi, Zolotaya Yablokada ham beradi, Rivgoshda ham beradi. Hamma joyda sizlarga albatta bepul mana bunaqa probnik beradi. Lekin 3-4 kun, 5-6 kunga bemalol yetib beradi.